Agar mendan o'tgan umringizdan nimani o'rgandingiz deb so'rashsa, shunday javob beraman. Mazlum odamga biroz keyinroq bo'lsa ham albatta yordam berilishini o'rgandim. Kechasi qilingan duo ijobatsiz qolmasligini o'rgandim. Bu hayot to'satdan to'xtab qolib, biz g'aflatda qolishimiz mumkinligini o'rgandim. Shirin so'z, ochiq yuz va olijanoblik xulqlarning boshi ekanini o'rgandim. Dunyodagi eng boy kishi qanoatli, sog'lom va xotirjam inson ekanligini anglab yetdim. Piyoz ekkan odam hech qachon rayhon yig'ib ololmasligini tushunib yetdim. Eng yaqin odam ham ota yoki onangizdek bo'la olmasligini o'rgandim. Ayolingiz sizni xatoyingiz tufayli pastkash, sendan nima ko'rdim deb qolishligi ko'proqligini o'rgandim. Umr tugasa ham ishlar, yumushlar tugamasligini tushundim. Odamlarning meni eshitishlarini istasam, men ham ularni tinglashim kerakligini o'rgandim. Insonlarning asl yuzini ochib, ularning qandayligini ko'rsatadigan eng nozik asbob ular bilan birga safarga chiqish ekanligini o'rgandim. Ko'p gap sotib, men bunday deydigan kimsa aslida ichi bo'sh odam bo'lishligini bildim. Asli oltin bo'lgan kishi har qanday vaziyatda ham oltinligicha qolishini, asli temir bo'lgan kishi vaqt o'tishi bilan o'zgarib zanglab qolishligini bildim. O'liklarini dafn etib ham ko'zi ochilmay g'aflatda yuruvchilar ko'pligini bildim. Shunaqa gaplar. Sizchi, siz nima o'rgandingiz bu hayotdan?